Sal chetroq tursalaring bo'lmaydimi? Uzr aka, ko'rmay qolmiz. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, qalaysan? Shuni ko'rgani kelishuvdi bular. Menga qara. Bularing moshna oladigan odamga o'xshamayapti. Bekorga vaqtim bo'lyapti. Ukam, kemash mashinani olmay qo'ya qolaylik. Ana shu yerigina muomalasi menga yaxshi yoqmayapti. Mannop aka, o'sha mashina rasmini tashirdim, yo'qdi, shuni olib beringlar deyapti. Qabz berib qo'yganman. Ozgina sabrli bo'linglar. Men qara. Buni turshidan puli bor bolalarga o'xshamaydi. Nima mashinada keldi o'zi buni? Mana Maminda keldi. Matizdami? Aka, mashina bizga ma'qul. Agar egalar ishonchli inson bo'lsa, sotish huquqi bilan generalning doверенность qilib bersangiz, mashinani baraka qilib yuborardi. Ish qilib, pullaring naqdmi? Aka, pulimiz naqd bo'lmasa, sizni qimmatli vaqtingizni olib, mana shu yerda turmaymiz-ku. Mashina faqat oformleniyaga sotiladi. Sanlarga to'g'ri kelsa shu. Bo'ldi aka. Bo'lmasa, baraka. Barakasini bersin. Faqat hozir uyimga tushamiz. Sizga bir piyola choyim bor. Qolgan pulni olib kelib, notariusga ketamiz. Hali pulam yoningda emasmi? Aka, sizni o'zimning uyimga, xonadonimga bir piyola choyga taklif qilyapman. Bo'pti. Ketdi. İşte tez bitirelim. Mannop aka, siz mehmonlarni olib uyga olib kirib turing. Men pulni olib hozir tushaman. Qani mehmonlar, uyga kiramiz. Kiringlar. Kelinglar. Uyga kiramiz. Kiringlar. Bu uy joyga qaraganda boshqa pul tikadigan arendato'r zo'rnishapsanlar-da, ha? Ne unaqa deysiz aka? Ukammi? O'zini xonadoni. Seriozli? Alloh alam, kestaga yaqin mashina chiqarib qo'ygan. Hozirgi kunda faqat zakazga olib beradi. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kutib qolmadinglarmi? Ya, Alloh rozi bo'lsin sizdan, hoji aka. Siz Oya, ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi, hoji aka. Endi hammamiz xomsdengan bandamiz. Hamma inson xato qiladi, hoji aka. Siz ichkariga kirib ketgan mahallingiz Abdumanop aka bilan gaplashdi. Hammasini tushuntirdilar, hoji aka. Siz afonni to'ylamang, hoji aka. Men egasi bilan o'zim telefon orqali gaplashib, generalning o'zini ko'ndiraman. Kerak bo'lsa yonimdan qilib beraman, hoji aka. Bu hayotda boyligimizdan tortib jonimizgacha Allohimiz bizga bergan omonati bo'lsa, o'zimizniki bo'lmagan narsaga kerilib, kibr qilishimiz menimcha noto'g'ri deb bilaman. Undan keyin siz bilan mashinani savdosini oformleniyaga baylashdik. Mana bu mashinani sizdan kelishgan pulimiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hoji aka, siz meni ozgina noto'g'ri tushunyapsiz-a? Do'stim, sizni to'g'ri tushundim. Kibr bilan manmanlik faqat egarga xos. Shuni unutib qo'ymang.